Ko'zimga ajin tushyapti deyotganlar, ko'z atrofidagi ajinlarni ketkazish uchun nomer 1 vosita bu La Mer ko'z atrofi kremi hisoblanadi. Ko'z atrofiga birinchi bo'lib ajin tushadi. Shuning uchun men tavsiya qila olaman La Mer обязательно ko'z atrofi kremini. Agar bu sizlarga qimmatli qilsa, buni adashmasam narxi $100 atrofida bo'ladi. Agar bu qimmatli qilsa, Chanel o'zini kremlari ham bor, imенно ko'z atrofidagi ajinlarni tortib tekis qilib beradigan. Yoki yangi liniyasi bor, Ricci brendiniki rozovoy polosasi bo'ladi. Agar bu ham qimmatli qilsa, qizlar ko'z atrofidagi ajinlarni ketkazishga Organia brendini mana bunaqa ko'z atrofi kremi bo'ladi. Gilronka bilan ekstrakt va silika qo'shilgan ajinlaringizga zo'r ishlab beradi. Agar qizlar joli kosmetologический qidirayotgan bo'lsanglar, unda mana bundan foydalanib ko'rsanglar bo'ladi. Ajinlarga eng zo'r nabor o'zi Chanel naborlari hisoblanadi. Chunki bularning hammasi ajinlarga ishlaydi.